Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun Hindiston oshxonasiga mansub bo'lgan mashhur va judayam mazali curry taomining retsepti bilan bo'lishmoqchiman. Eslatib o'tmoqchiman, ushbu taomning yana bir tayyorlanish usuli kanalimizda allaqachon mavjud. Ushbu retsept birozgina farqli, ammo judayam mazali bo'lib chiqadi. Demak, boshladik. Buning uchun bizga bitta katta piyoz kerak bo'ladi. Sakkiz yuz 900 gram miqdorida tovuq filesi, zaytun yoki oddiy kungaboqar yog'i, ikki dona katta yoki 100-150 gram miqdorida kichkina cherry pomidorlari. Videodagidek mayda ko'rinishda to'g'raymiz. Bir choy qoshiq tuz, yarim choy qoshiq murch, yarim choy qoshiq maydalangan zanjabil, ya'ni imbir qo'shamiz. Ikkita sarimsoq piyoz donachasi. Tayyor curry kukunidan 2 osh qoshiq miqdorida qo'shamiz. Agar u sizda mavjud bo'lmasa, kanalimizda mavjud bo'lgan yana bir curry taomining retsepti ostida keltirib o'tilgan barcha ziravorlardan foydalanib tayyorlasangiz bo'ladi bemalol. Ushbu retsept uchun havolani esa video ostidan topishingiz mumkin. Tayyorlab olgan pomidorlarimizni qo'shamiz. ikki yuz gram atrofida tayyor maydalangan pomidor pastasidan qo'shamiz. Agar u sizda mavjud bo'lmasa, foydalangan pomidorlaringiz miqdorini 2 baravar ko'proq qilishingiz kerak. Birozgina suv quyib 15 daqiqaga dimlaymiz. So'ngra 200 ml miqdorida qaymoq qo'shib, yana 15 daqiqaga qopqog'ini yopgan holda dimlab qo'yamiz. Taomimiz tayyor. Shu zahotiyoq dasturxonga tortishingiz mumkin. Taomning haqiqiy mazasini his etish uchun albatta uni guruch va hindcha sarimsoqli non bilan birga tanovul qilishingiz lozim. Guruch va nonning retseptlari ham kanalimizda mavjud. Ulardan ham foydalaning va uyda o'zingizni haqiqiy hind restoranidagidek his eting. Ushbu taomni tayyorlashda garam masala degan hind ziravoridan ham foydalaniladi. Ammo hech u ziravorni topmaganman va umuman ishlatib ko'rmaganman. Ishonavering, ushbu ziravorsiz ham juda ham mazali, go'shtlari yumshoq bo'lib pishadi. Albatta tayyorlab ko'ring. E'tiboringiz uchun tashakkur. Kanalimizda qoling va albatta obuna bo'lishni, do'stlaringizga ulashishni va yoqtirish tugmasini bosishni unutmang.